Vaqting ketdi, naqding ketdi. Vaqt oqar suv. Vaqtdan unumli foydalaning. Vaqt chopar ot kabi atamalar bu insonlarning umri davomidagi tajribalaridan olingan lavhalarning nuqtasidir. Yoshlik bu nuqtalarga harakat berib, undan barakotini qo'lga kiritishga undaydi. Keksalikchi? Bu vaqtni tugagani emas. U qadrini teran, chuqur anglash deganidir. Aslida vaqt uchun shoshilish emas, mazmunli o'tkazganingiz muhimdir. Shunga urining. Hamma narsaga ega bo'lish, borchilik, mukammallik emas, boridan quvonch topa bilishdir. Har o'tgan kun tajriba, qolgan vaqt baraka. Tong otib ko'z ko'rib berilgan har bir kun soniya sovg'adir. Sovg'ani yaxshi yomoni bo'lmaydi. Qo'lga kirdimi, ega bo'ldingizmi, undan quvonch topa biling. Chiroyini ko'ring. Chiroyliga aylantiring. Quvoning. Mahzun bo'lmang. Tabassumga loyiq huzurlaning. Qo'lga kiriting. Vaqtni quvvatlang, u bilan do'st bo'ling. Axir bu vaqt bizni tarbiyalamoqda. Oz bilan to'qmiz-ku.